Aka! Tinchlik ekanmi? Aka, menga yordaming kerak. Tinchlikmi? Men yo'g'imda oilamdan, bola chaqamdan xabardor bo'lib turing, iltimos sizdan. Nima deyapsan? Nima bo'ldi? Meni qamashadi aka. Meni baribir qamashadi. Men qamalaman aka. Tushuntiribroq gapir. Mashina kimniki? Nega qamalasan? Mashina o'rtog'imniki. Yo'lda kelayotib odam urib yubordim aka. Odam urib yubordim. Dirigmi ish qilib? Bilmadim. Qochib ketdim. Qolganidan xabarim yo'q. Mashinani kalitini ber. Yo'lini topasiz aka. Hammasini o'z bo'ynimga olaman. Yo'q aka, shundoq ham shuncha yordam qilgansiz. O'zim qilgan ishim uchun o'zim javob beraman. Jim tur. Oilamdan o'zing xabardor bo'l. Sen endi ish boshlading. Sen o'z ishing kerak, uka. Qolganiga aralashma. Mashina senikimi? Yo'q aka, bu mashina sizniki. Tushunmadim. Ukangiz bu mashinani sizga sovg'a qilmoqchi. Nima deganing bu? Zo'r mashina ekan-ku. Nima qilasan akangga berib? O'zing haydab yur. Nima deganing bu? Shu darajaga erishimda akam o'rinlari katta. He. Meni ham 4 ta akam bor, birortasini mehrini ko'rmaganman. Ko'rish xohlaysanmi? Unutma. Har bir oilada oilani botqoqligidan olib chiqadigan inson bo'ladi. Bizning oilada sen bo'lishing kerak. Ko'rdingmi do'stim? Haqiqiy akaning mehri mana shunaqa bo'ladi. Qoyil qoldim lekin. Mashinam boray bo'lsin aka. Akam hayotimning qudrat daraxti, menchi soyasida o'sgan chinorman. Akamning borligi bu mening baxtim, uning ko'magiga doim muhtojman. Boringizga shukr, tug'ishgan akam birorta o'kardan qilmadi